Ona, biz o'zimizdan shaxsiy chegaralarimiz bo'lishini xohlaymiz, o'shanga alohida yashashga qaror qildik. Voy yuragim, voy bolam, sen meni ikkinchi toyimsan-ku. 6 ta ekan, 2 ta ajrashib bergan opang. Ertaga bo'lib chiqib ketadi, sen bitta o'zing maza qilib yashaysan. Haqqi sho'shyapsan. Biz keliningiz bilan qaror qilib bo'ldik, o'shanga bizning qarorimizni hurmat qilishingizni iltimos qilaman. Ketdik. Voy, romantika qotimi deylar. Beso'roq kelib qolmanda, bolajonimni sog'inuvdim deyman. Qani, kelin poshi bir turib achchiqini ko'ksho'rlarni damlanchi. Ona, bizda bir haftada bir marta oila kuni bor. O'shanga keliningiz bilan birga vaqt o'tkazmoqchi edik. Choy sizni ko'rgani borganingiz birga ichsak bo'ladimi? Hozir shuni taksi chaqirib beraman, uyga borib qo'yadi sizni. Voy, nima bu yana? Nima balo bu? O't o'lanlar bilan boqasizmi o'g'limmi? Yaqinda mari boradi-yu. Av erkak kishini baquvvat faqat go'shtli ovqatlar bilan boqadi-yu. Ona, qo'ysangchi. Menga keliningiz qilgan ovqat hammasi yoqadi. Turgan bitgani mana shu vitamin bo'yapti. Kilichakka bo'yapti-yu, kilichakka ona. Kelin, xaladeniyda 6 ta brokka bor edi. 5 ta qopti. Qaynsizga og'zi tegsin deb olib qo'ydim. Voy oyijon, men yegandim brokkoni. Bilas go'sht shirinlikka bosh qorong'i bo'lganman. O'zi ham rosa mazali. O'zimizning milliy mahsulot. Narxi ham hamyonbop. Qarang, o'g'lingiz qancha ko'p olib kelib qo'yganlar. Hammaga yetadi. Xotin, uyaltirmasangchi. Menga bolamiz bilan seni sog'lig'ing muhim. Kerak bo'lsa, zavod bilan olib kelib beraman. Ona? Voy, xudoga shukr tushunmakana. Zax o'tib ketdi, xonam kirib yota qolay. Voy, kim o'tir, shu yerda o'tir. Xotin shirin bo'lmay qolsin.